Haqiqiy urush endi boshlandi. BYD Leapmotor Depalga urush ochgan Ion i60 haqida gaplashamiz. Haqiqiy komfortga ega bo'lgan crossover umumiy hisobda 1240 kilometrga yurib beradi. O'zbekiston sharoitida elektri o'zida 160 kilometr yurib beradi. 245 ot kuchi bilan maksimal tezligi 180 kilometrga chiqadi. 30% dan 80% gacha atiga 15 daqiqada quvvatlanadi. Dvigatel turi gibrid generator 101 ta ot kuchiga ega. Bu dvigatel batareyani to'g'ridan-to'g'ri quvvatlash uchun xizmat qiladi. Faqat benzinni o'zdirganingizda 100 kilometrga 5,5 litr benzin sarf qiladi. Uzunligi 4685, kengligi 1854, balandligi 1660, 360 panoramli kamera, adaptiv cruise control. Oldi sidenyalarda massaj, ventilyatsiya, обогреватель bor. Orqa o'rindiqlari juda ham keng, 3 ta odam bemalol sig'adi. Eng muhimi 100% komfort.